hamma narsa birodarlar Alloh taoloning qahri va hukmronligi ostida. Astagfirullah. Mattahadallohu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd. Subhanallohi amma yasifun. Allohning bolasi yo'qdir va u zot bilan birga biron iloh bo'lgan emasdir. Aks holda albatta har bir iloh o'zi yaratgan narsa bilan ketib, bir-birlaridan ustun bo'lib olur edilar. Ya'ni har bitta iloh o'zini hukmini o'tkazish uchun harakat qilar edi. Natijada osmon yer buzilib ketgan bo'lar edi. Alloh ular aytayotgan shirklardan pokdir. Alloh taolo bo'lishi mumkin bo'lgan ishlar har bittasiga qodir. Bo'lishi mumkin bo'lgan hamma narsaga qodir. Ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Mana Alloh aytayapti, agar iloh ikkita bo'lganida, bitta iloh ikkinchi ilohdan ustunlik qilaman debda borliq yo'q bo'lib ketar edi. Bu borliq turishi uchun iloh bitta bo'lishi shart. La ilaha, Allohdan o'zga iloh yo'q. Ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Buni soddaroq misol bilan tushuntiramiz. Siz yo tirik bo'lasiz, yo o'lik bo'lasiz. Bir vaqtning o'zida ham o'lik, ham tirik bo'la olmaysiz. Mana bir vaqtning o'zida siz ham o'lik, ham tirik bo'la olmaysiz. Bunday bo'lishi mumkin emas. Yo tirik bo'lasiz, yo o'lik bo'lasiz. Shuning uchun aytayapmiz, Alloh taolo bo'lishi mumkin bo'lgan har bir narsaga qodir. Bir vaqtda o'zi siz ham gapirib, ham jim tura olasizmi? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Binobarin ilohni ham ikkita bo'lishi mumkin emas. Bu borliq yo'q bo'lib ketadi. Bu borliq bo'lmaydi agar iloh ikkita bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun Allohdan so'rayotganda nozik narsa. Bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday narsani so'rang, Alloh har narsaga qodir. Bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday narsani so'rang, siz unga qodir emassiz, ammo Alloh qodir. Banu Isroil dengizga taqalib qoldi oldi. 600 ming Yahudi. Orqasidan Fir'avn keldi qo'shin bilan. Endi Banu Isroil qirilib ketishligi aniq bo'ldi. Alloh ularni qutqarishga qodirmi? Qodir. Bo'lishi mumkinmi bu ish? Bo'lishi mumkin. Musa alayhisalom uchun dengizni yorish mumkin emas. Ammo Alloh uchun mumkin. Bo'lishi mumkin bo'lgan ish. Dengizni yordi, chiqarib yubordi. Yunus alayhisalom balonni qorniga tushdi. Inson zoti uchun mumkin emas uni qutqarishlik. Lekin bo'lishi mumkin ish bu. Alloh taolo uni tiriltirib qo'ydi, balonni qonida o'ldirib qo'ymadi. Agar bir-biriga qarama-qarshi ikkita iloh bor bo'lganida nima bo'lardi? Biri bitta narsani xolasa, ikkinchisi boshqa narsani xolar edi. Talash tortish bo'lardi. Albatta bu holatda ikkovidan bittasini g'olib, bittasini mag'lub bo'lishiga to'g'ri kelardi. Endi iloh bo'lgan zot mag'lub bo'lishi mumkin emas. Binobarin iloh ikkita bo'lishi ham mumkin emas. Alloh taolo aytayapti, Allohdan boshqa iloh yo'q. Ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Chunki irodasini, xohishini o'tkaza olmagan taraf ojiz bo'ladi, mag'lub bo'ladi. Endi mag'lub bo'lgan, ojiz bo'lgan taraf iloh bo'lishi mumkin emas. U Alloh azza va jalla, al-Vahidul Ahad, al-Fardus Samad bo'lgan. Ulug'lik va quvvatda mislsiz bo'lgan zot. Shuning uchun birodar, biz al-Qohir bo'lgan Alloh bilan birga bo'lishimiz kerak. Shunda odamlarning eng kuchlisi bo'lamiz. Alloh taolo o'zi haqida aytdi-yu, "Va huval qohiru fawqa ibadihi." U Alloh o'zining bandalarining ustidan g'olib bo'lgan zot. Alloh hukmini o'tkazadigan zot. Alloh azza va jalla o'zining jabaruti va qahrida hammadan ustun. O'zining jabaruti va qahrida hech kim Alloh bilan tenglasha olmaydi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan rivoyat qiladi. Hadis qudsi. Alloh taolo aytadi: "Al-kibriya'u ridai val 'azamatu izari, faman nazi'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin-nar." Kibriyo mening ridoyimdir. Ulug'lik mening izorimdir. Bas kim u ikkisidan qaysi birini men bilan talashsa, bas uni jahannamga uloqtiraman. Abu Dovud rivoyat. Birodarlar, ulkan, boy, qudratli mamlakatlar bor hozirda. Ular o'zlarining ulug'ligini boshqa yerlarni xorlash ustiga qurishgan. O'zlarining boyligini boshqa millatlarni, boshqa davlatlarni faqir qilish ustiga qurgan. O'zlarining farovon hayotlarini boshqa xalqlarning hayotini vayron qilish ustiga qurgan.
Bu haddidan oshgan xalqlar. Bundaylarni yer yuzida uzoq muddat davr surishi mumkin emas. Chunki davomiy bunday bo'lishi Alloh taoloning adolatiga to'g'ri kelmaydi. Alloh bor birodarlar. Alloh yakka zot. Allohning tavhidiga to'g'ri kelmaydi. Uzoqqa bormaydi bunaqalar. Biz uchun 50 yil, 100 yil, 1000 yil katta muddatga o'xshayapti. Lekin Alloh uchun bu muddat hech narsa emas. Kibriyo mening ridoyim, ulug'lik mening izorim. Bas, kim u ikkisidan birini men bilan talashadigan bo'lsa, uni men jahannamga uloqtiraman. Oliylik va g'oliblik Al-Qohir ismining lavozimlaridan, ya'ni taqozosidan. Mutlaq oliy bo'lish, mutlaq g'olib bo'lish faqatgina Alloh subhanahu va taologa xos. Va huval qohiru fawqa ibadi. Alloh taolo o'zi haqida aytadi, uning o'zi bandalari ustidan g'olibdir. U zot azza va jalla barchani o'zini hukmiga bo'yinsundirgan, o'zini xohishiga bo'yinsundirgan. Uning ulug'ligi, azamatini oldida butun borliq taslim bo'lgan. Ayrim olimlar aytishadi, Al-Qohir xor qiluvchi, mahluqotlarni bo'yinsundiruvchi va ulardan oliy martabada bo'lgan zot ma'nosini bildiradi deyshadi. Alloh taolo o'zini mahluqotlarni xor qiluvchi dedi. Ya'ni bandalar agar hadlaridan oshadigan bo'lsa, tug'yonga ketsa, fasod tarqatishga o'tadigan bo'lsa, ularni xorlashlik bilan ularning ustidan g'olib bo'ladi. Alloh azza va jalla oliy, mahluqotlari past. Alloh taolo bo'yin sundiradi. Alloh taolo xor qiladi haddidan oshsa, lekin Alloh ana shu xor qilishligini o'zida odil va rahimlidir. Alloh taolo hamma narsani bilib turadi. Gapirsak eshitadi, jim tursak qalbimizdagini ham bilib turadi, harakatlansak buni ham ko'radi. Robbimiz faqat o'zidan duo qilib hojatimizni so'rashlikka buyuradi. Shuning uchun siz bilan bizga qiyin bo'lgan narsa Alloh uchun qiyin emas. Shuning uchun mumkin, ya'ni bo'lishi mumkin bo'lganki narsani so'rashdan Allohdan uyalmaslik kerak. Shuning uchun iymon bilan yashashlik mo'minni aziz qiladi, quvvatli qiladi. Iymon bilan yashashlik bandani hayotini rohatli qiladi, hayotida rozilik bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, biz o'zimizni azizligimizni Alloh bilan deb bilishimiz kerak. Agar biz o'zimizni azizligimizni Alloh bilan deb bilsak, mana shu azizligimiz davomiy bo'ladi. Agar biz o'zimizni azizligimizni qo'limizdagi dunyoyimiz bilan yoki bir tanish bilishlarimiz bilan, qo'yingki, mahluqotlardan birontasi bilan o'zimizni aziz bilayotgan bo'lsak, bu azizlik uzoqqa bormaydi. Alloh azza va jallaning Al-Qohir ismidan bandalar qanday ulush nasiba olishligi kerak. Astagfirullah. Vallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mo'minlarni Alloh taolo maqtab aytadi, ular shunday zotlarki, o'zlariga zulm yetganida zulmga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlar. Mana ayrim dinlarda o'ng betingga ursa deydi, chop betingni tutib ber deydi. Bu to'g'ri emas. Alloh taolo aytayapti, meni mo'min bandalarim agar ularga biroz zulm qilsa, zulmga qarshi kurashadi. Kurashib g'olib bo'ladi, yengadi. Shuning uchun taslim bo'lib qolish, xorlanish, suskash bo'lish, shijoatsiz, g'ayratsiz bo'lish bu mo'min kishiga yarashadigan sifat emas. Chunki mo'min Alloh bilan birga bo'ladi. Unga suyanadi, undan panoh so'raydi. Mo'minga yarashmaydi ojizlik. Chunki mo'min Al-Qohir bo'lgan Robbning bandasi. Mo'min Al-Qoviy bo'lgan Robbning bandasi. Mo'min Al-G'ani, boy bo'lgan, behojat bo'lgan Allohning bandasi. Bunaqa Robbning bandasi xor bo'lishi mumkin emas. Vallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ular shunday zotlarki mo'minlar, ularga agar zulm yetadigan bo'lsa, mana shu zulmga qarshi kurashib yengadigan odamlar. Agar siz mustaqim bo'lib turib, Allohning amr nahyisida qoyim bo'lib turib, Allohni rozi qiladigan ishlarda to'yim bo'lib turib, Alloh menga yordam bermaydi, meni himoya qilmaydi deb gumonga borgan bo'lsangiz, bu gumoningiz yomon gumon. Chunki Alloh taolo o'zini mo'min bandalarni hech qachon yordamsiz tashlab qo'ymaydi, o'zini yaxshi ko'rgan bandalarni Alloh azoblamaydi. Qaytarib aytaman,
Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarni azoblamaydi. Ha, mu'minlar azoblanyapti-yu desa, o'zlari qilgan ishga yarasha mukofotini olyapti. Nima musibat yetsa, deyapti Alloh taolo, o'zinglar qilgan ish tufayli yetadi, yana men ko'pini kechirib turaman deydi. Ya'ni siz agar haqda tursangiz, fe'l atvoringiz aynimagan bo'lsa, siz ustingizga hech qachon balo kelmaydi. Alloh taolo so'rayapti: "Ey, sizlar iymon keltirib shukr keltirsanglar, nima qiladi Alloh azoblab sizlarni? Allohga kerakmi? Kerak emas. Alloh yaxshi ko'rgan bandasini azoblamaydi besabab. Endi keldimi bir musibat, bir sababi bor, buni qidiring." Yahudiylar bilan nasroniylar biz Allohning farzandlarimiz, Allohning o'g'illarimiz deyishar edi. Astagfirullah. Va qolatil yahudu wan nasara nahnu abnaullohi va ahibbauhu. Alloh aytayapti Qur'onda, Yahudi va nasroniylar biz Allohning suyukli bolalarimiz derlar. Ularni mana shu da'volarini Alloh taolo rad qildi. Shu oyatning davomida astagfirullah, qul falima yu'azibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman xalaq. Sizlar Allohning farzandlarimiz, Allohning suyukli aziz bandalarimiz deyapsizlar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, unda nimaga sizlarni Alloh gunohlaringlar sababli azoblaydi? Yo'q, sizlar ham Alloh yaratgan boshqa bandalar qatori bandasizlar. Mana shu oyatdan Imom Shofiy istinbot qilib aytadiki, Alloh o'zining yaxshi ko'rgan bandalarini azoblamaydi. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini besabab azoblamaydi. Ishingiz yurishmayapti, sababini qidiring. Dardingizga shifo topilmayapti, sababini qidiring. Molingiz musodara bo'ldi, sababini qidiring. Robbimiz aytayapti: "Ey, shukr keltirib iymonli bo'lsang, men nima qilaman azoblab seni?" Endi bir musibat keldimi? Alloh aytayapti: "O'zinglar qo'linglar bilan qilgan ish tufayli keladi", deyapti. Xudoyim bandasiga mehribondir, va lekin bandasi o'zi yomondir. Qur'onda kelgan qissalar bu kim uchun keltirildi? O'tib ketgan ummatlar uchunmi? O'lib ketganlar uchunmi? Yo'q. Qur'ondagi qissalar siz bilan biz uchun keltirildi. Ana shu qissalarni eshitib, undan xulosa ibrat olishing uchun. Ahmoq odam bilan aqlli odamning farqi bor. Ahmoq odam bir xatoga yo'l qo'yib, adavini yeb, shu xatosidan dars oladi. Ahmoq o'zining xatosidan dars oladi. Aqlli odam o'sha ahmoqning xatosidan dars olib qo'yaveradi. Tushunarli bo'ldimi? Ahmoq bo'lgandan keyin yana ahmoq bo'laveramiz. O'sha bitta tushgan chuqurda yana qaytib bosaveramiz oyog'imiz bilan. Bular bilan yurma bolam, bu yaxshi odamlar emas, sherik qilib olganlar deb otangiz aytdi, domlangiz aytdi.